Savol. Assalomu alaykum ustoz. Biz Makkada muqim turayotgan sharqiy turkistonliklar haj qilmoqchi bo'lib, haj qila olmay qolsak qurbonlik qilamdimiz. Qurbonlik qiladigan bo'lsak, bu qurbonlikni boshqa joylarda qilsak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Makkada va haram doirasida muqim turayotganlar haj ifrot qiladigan bo'lg'achqa, haj uchun hadiya qurbonlik qilishi vojib bo'lmasa-mu, hajga ihrom bog'lab kasallik yoki saqich to'sib olish yoki xarajatini yo'qitib qo'yganligidek sabablar tufayli Arafatga chiqolmagan bo'lsa, haj qo'ldan ketganlikka qarata bir qo'y qon qilish kerak. Qo'yni Makkada so'yib, go'shining hammani haram piqirlarga tarqatib berdi. Haq Taala aytganki, haj bilan umrini Alloh uchun to'liq tamomlanglar. Agar to'sib olinsanglar, hadiya qurbonligidan nima o'ng'ay bo'lsa, shuni qilinglar. Qurbonlik o'z joyiga yetganga qadar chechanglarni tushirtmanglar. Bu qo'y to'zlash uchun so'yilgan mal bo'lg'achqa, uning go'shidan o'zi yesa, birarsiga hadiya qilsa bo'lmaydi. Qurbonlik qilolmasa, o'rniga 10 kun ro'za tutadi. Agar u kishi tutilib boshqa yurtga ketkazib o'tilgan bo'lsa, ba'zi olimlarning nazarida qo'yni shu chiqib ketgan yerda so'ysimi bo'ladi. 83-savolning javobida eskartganimizdek, Arafat qo'ldan ketgan bo'lsa-mu, hajning boshqa tosh etish, tavob va sa'iy degandek faoliyatlardan qilolganini qilishi, tosh etish vaqti o'tgan bo'lsa, hajni umriga aylantirib o'tishi, qon qilib andan chechini tushirib ihromdan chiqish kerak. To'silib qolish xavfi bo'lganda shart qilib ihrom bog'lasa bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam haj qilmoqchi bo'lib og'rib qolgan Zubaa binti Zubayr radhiyallohu anhaning qashig'iga kirib, shundaqdimi hajga ihrom bog'lagan va "Ey Alloh, sen meni to'xtatib qo'ygan yerda ihromdan chiqaman" deb shartlik niyat qilgan degan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.